Koreyaning idealniy premium sifatli 316 stальной nomerga ega bo'lgan mana shu qozonlarimni sizga Koreyadan просто tak shundoq zakaz qilib beraman. Sababi bular arzon qozon emas, qimmat bo'lgani uchun ustiga hech qanaqa uslubi ham qo'yilmaydi. Koreyaning saytiga kiraman, siz bilan birgalikda xohlasangiz sizga o'rgataman. Bo'lmasa o'zimiz zakaz qilib beramiz qizlar. Koreyaning narxi sekret emas. Hammasi har oyning 16-chislosidan boshlab zakaz urish mana shunaqa skidka narxda ustiga usluga qo'yilmagan holatda zakaz qilib beriladi. Zakazingiz urilgandan keyin bir haftada qozonlaringiz mana shunaqa bo'lib keladi va kargoga kimdir bitta qozon, kimdir ikkita, to'rtta qozon zakaz qilishi mumkin. Kargoga qo'yiladi, taroziga o'lchalanadi, kilosiga $12 dan to'lab olib chiqib ketadi. Milliy taomlarimizni pishirsa bo'ladimi deganlarga bemalol xohlagan ovqatingizni oshlargacha pishirasiz, qovurdoqlargacha pishirasiz, skоворodkasida bilinchikli tuxumlarni pishirasiz, yuvganda xohlagan narsangizda yuvib tashlaysiz, xohlang azilit sepib yuvib tashlang, kapkirlarni ham xohlagan kapkiringizni ishlatib pishiraverasiz. Bu 1000 yillik premium sifatli qozon, umuman hech qanaqasiga yag'iri chiqib, dattalasi chiqmaydi. Har yuvganingizda yana yangilanib oppoq chiroyli qozonga aylanadi. Kimga kerak bo'lsa, kim Koreyan narxini zakaz qilishni o'rganmoqchi bo'lsa yoki biza zakaz qilib berishimizni xohlasa, yozasizlar. Hammasini sizga zakaz qilib bir haftada dostavka qilib beramiz.